Assalomu alaykum, hurmatli Qashqar magazinimiz xaridorlari va hamda bizni kuzatuvchilarimiz. Biz ma'lumki sizlarga yangiliklarimiz bor degandik va bizda hozir ikkita yangiliklarimiz bor. Ularni birma-bir sizlar uchun tanishtirib o'tamiz. Eng katta hozir yangiliklarimiz bu bizni ikkinchi filialimiz ochilgan. Ya'ni O'sh shahrida, Qurmanjannatda eski Zamzam supermarketini yon boshida joylashganmiz. Batafsil videolar bilan sizlarga adreslarini aytib o'tamiz inshaalloh. Bu yerdagi magazinimiz, ya'ni bonus degan magazinimiz, sizlar uchun bonuslarimiz bor va hamda optim bahoda birda ol degan magazin bo'ladi inshaalloh. Sizlar uchun hamma narsamiz optim narxlarda va arzon va sifatli narsalar bo'ladi inshaalloh. Biz O'shdagi filialimizda nimalar mavjud? Ya'ni Qashqar magazinida nimaki bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham mavjud, ya'ni bor bo'ladi va hattoki ortig'i bilan bo'lishi mumkin. Hozirda aytib o'tadigan narsamiz Milamoyshi narsalarimiz, sochiqlar, parfumeriya, kosmetika, idish tovoqlar, umuman olganda juda ham keng assortimentda. Hozir to'ldirish jarayonidamiz hali, lekin kelib bemalol xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Detskiy kiyimlarimiz bor, ayollar kiyimlari bor, bu yoqda naskilar, ventilyatorlar, umuman olganda tovarlarimiz hali juda ham ko'p keladi inshaalloh. Bemalol kelib xarid qilib kelsanglar bo'ladi. Asosiysi bu yerda nima? Narx. Narximiz doimgidek o'zgarmaydi, ya'ni optim narxda ham doim donaga ham olishinglar mumkin bo'ladi. Inshaalloh sizlarni xursand qiladigan narxlarda va xursand qiladigan sifatlarda sizlarga yetkazib berishlikka harakat qilamiz va sizlarni O'shdagi filialimizda kutib qolamiz.